Telegram podarkalarimizni nimaga sotib olish kerak? Salom sizlar bilan Mehruz. Bugun sizlar bilan nimaga podarkalarni sotib olish kerak va Telegramda o'zi podarkalardan qanaqa foyda ko'rsa bo'ladi, o'zi ular nima degan savollaringga javob beraman. Bo'lmasa videoni boshladik. Videoni boshlashdan oldin like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Telegramda qaysi savollardan o'zi foyda qilsa bo'ladi va qanaqa degan savollarni birinchi bo'lib javob topamiz bolalar. Tilla bo'lmasa podarkalar bo'limiga o'tib olamiz. Masalan, kirasizlar, bu o'rtog'inglarga ham ikkinchi profillardanmi kirib turmanmi tugmani bosasizlar. Ko'rgan bo'lsanglar, podarkalar bo'limi ochiladi. Bu yerdan srazu mana bu redki bo'limiga o'tinglar bolalar. Redki tagilar hammasi sotsa bo'ladi. Bu mana bu tagida redki so'zi yo'qlarni sotib bo'lmaydi bolalar. Bularni foydasi ham, men to'g'risini aytaman, foydasi yo'q ular. Redki bo'limiga o'tamiz va mana shu sovg'alardan bizga foyda qilsak bo'ladi. Okey, o'zi qaysi sovg'alardan qancha qilindi degan savollarga kelinglar javob beraman. Masalan, men sizlarga eng zo'r foyda olib kelgan sovg'alarni ko'rsataman. Ekranida chiqadi PP. Mana ko'rishingiz mumkin. $30 sotilgan va hozirda narxi $2000 sotilyapti bolalar. Mana bu ikkinchi o'rinda Durov kepkasi bolalar $15 ga olingan, $300-400 ga sotilyapti. Bemalol, smel sotasizlar. Uchinchi o'rinda mana bu olxo'ri Mini Stars, ya'ni $15 ga sotib olingan, bular ham $150 dan ketyapti. Bular qolgani ham shunaqa 5 barobar, 10 barobar qimmatga sotishyapti. Bayam qancha bir 1 million so'm $80 ga sotilyapti. Mana bu yaqinda nefti bo'ladi. Mana Ion Game degani bor. Bu juda ham qimmat bo'lib ketdi hozir. 100 Stars, ya'ni 19,000 so'm, 20,000 so'mga sotib olgan odamlar bilmagan prosta sotib olgan. Bu hozir narxi qancha desam bo'ladi? $100 gacha chiqib ketdi bolalar. Vashchi bu juda ham qimmat bo'lib ketdi. Mana shu jam bo'ldi deyshadi. Juda ham qimmat bo'lib ketdi. Qanaqa podarkalarni sotib olish kerak, ularni foyda qilish uchun qayerdan bilsak bo'ladi degan savollarga hozir sizlarga 3 ta qoidani tuzib qo'ydim. 3 ta yo'lini topib qo'ydim. Kelin shuni aytib o'taman. Birinchisi, ko'proq miqdorda arzon sovg'alardan sotib olish. Ko'proq miqdorda arzon sovg'alardan sotib olasizlar va sizlarga sanksiyalar ko'p bo'ladi. Zo'r fonlar chiqib qolishi, zo'r modellar chiqib qolishi, yaxshi omadlilar kelsa ko'proq bo'ladi. O'zingizlarni omadlilar kelsa bo'ldi, tamom. 2-3 ta qora folyalar chiqsa, masalan 10 ta 100 taslidan olib zo'r uchib qolsa, polniy X beradi pulinglar, 2x, 3x bo'lib ketadi. Ikkinchi o'rinda esa kamroq stapperdagi podarkalardan olish. Mana ko'rsanglar bo'ladi, mana bu podarkalarni qaranglar. 100 mingta chiqqan, bu 7 mingta-yu, mana bu 500 mingta chiqqan. Ko'rasizlarmi bolalar? Mana bu qancha 120 mingta, 200 mingta, 300 mingta chiqqan ko'rasizlar ham. Bulardan olishni tavsiya qilmayman. Olsanglar ham birinchi o'rgatgan qoidam bo'yicha ko'proq miqdorda olishingiz mumkin. Ikkinchi tavsiyam bo'yicha pullar ko'p bo'ladigan bo'lsa, risk amal qiladigan bo'lsanglar, o'zingizlarga ishonsanglar, nimadir sezsanglar, kamroq chiqqanlarni 7 mingta chiqqanidan olinglar. Mana bu yerda bor 18 mingta chiqqanidan olinglar. 40 mingta endi juda ham ko'p. Mana bu yerda yana 8 mingta chiqqani bor. Yana qaysi? Mana 5000 dona chiqqani bor. Shularni olsanglar, pulinglar ko'p bo'lishi mumkin. Buni ham hozir $150 dan olindi. Kamida $500 dan akkaunt bilan sotib olamiz degan bozorchilarni ko'ryapman. Sotilyapti bunaqa podarkalar hali unikal bo'lmasidan. Ikkinchisi, snipe qilish yoki flip qilish deyiladi. Masalan, bironta tonnel NFT sotadigan bozorga yo gruppaga kirasizlar, poylab o'tirasizlar. Kimdir arzonga gift qo'yib qo'ydi yo boshqa qilganda sirasi sotib olasizlar. Undan oldin floor price, ya'ni eng arzon qanchaga ketishini bilib olishingiz kerak. Har ta sovg'ani floor price 2-3 barobar arzonga olib turib, floorda narxida sotsanglar ham ancha qimmatga sotasizlar. Masalan, $100 deb podarkani kimdir pul zararlab qoldi, tushunmaydi u. $30 ga qo'yib qo'yapti, sizlardan undan sirasi olasizlar, $100-150 ga sotasizlar, tushunyapsizlarmi? Bu o'xshagan bu ham. Hech qayerda yolg'on narsani aytayotganim yo'q. Bu realni o'xshagan bo'lgan narsa bo'ldi. Mana shu 3 ta yo'l bilan sotib olsanglar bo'ladi. Okey, endi men podarka qilmoqchiman, shunaqa omadim sanab ko'rmoqchiman degan bolalar chiqadigan bo'lsa, sizlarga yana bitta tavsiya o'tib ketaman. Yaqinda juda ham zo'r kutilayotgan yangi sovg'alar chiqyapti. Oldindan ularga sпрос bor. Narxi ham juda ham qimmat bo'lishi kutilyapti. Uning podarkalar haqida, qanaqalar chiqishi haqida bundan oldin video ishladim, lekin u omadsiz bo'ldi. Ya'ni u biza kutgan podarkalar chiqmadi. Yaqinda qaysi sanada qachon yangi podarkalar chiqishi haqida Telegram kanalimda aytib o'taman. Telegram kanalimga kirib olinglar, va siz zo'r ma'lumotlarni beraman. Yo'da qachon, qanaqa podarkalar, qancha narxda chiqishi haqida aniq bo'lmasa-da taxminiy narxlar bilan sizlarga ulashaman.
Telegram kanal mana ekraningizda chiqyapti. Shu kanalga kiringlar, yengilliklarni ko'ringlar. Barcha podarkalar va giflar, NFTlar haqida yengilliklarni kuzatib boringlar. Sizlarga juda ham foydali bo'ladi. Keling endi sizlar bilan Telegram podarkalarini nimaga sotib olish kerakligi haqida ozgina tushuntirib aytib o'tib ketaman. Anchadan beri, ya'ni yangi yildan beri Telegram sovg'alari chiqishdan to'xtamayapti. Har xil reyt narxda chiqyapti. Durov bilan anchagina pul ishlab oldi. Bular qancha ishlagani haqida Telegramda ham aytib o'tganman. Bu podarkalar yaqinda chiqishi to'xtaydi. Chiqishi to'xtagandan keyin juda ham katta pump, ya'ni sovg'alarning narxi o'zini narxidan 5-6 barobargacha ko'payishi mumkin. Lekin hali ko'p sovg'alar chiqadi. Может 10 ta, может 20 ta, может 30 ta. Lekin o'shalarni uspet qilib olib qo'ysanglar, может pulinglar X bo'ladi. Yaqinda podarkalar to'xtagandan keyin zo'r bo'ladi. Keyin bularni nimaga olish kerak desanglar, buni juda ham ko'p foydasi bor. Masalan, uni kanallariga emoji qilib qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. U podarkaning foni bilan chatlarning fonini bir xil qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ularni profillaringizga закрепленный qilib turib, profillaringni chiroyli qilsanglar bo'ladi va bezasanglar bo'ladi. Profillaringni har xil kolleksiya qilsanglar bo'ladi. Tushunasizlarmi? Masalan, odamlar har xil zo'r eski narsalarni yig'ib uyida yoki anaqa qiladi-yu. Nima deydi o'sha kolleksionerlar? O'shanaqa kolleksiya bo'ladi yaqinda Telegramda. O'zi hozirdan boshlangan, lekin sovg'alar darsi chiqayotgani uchun unaqa narxini o'zini narxida qimmatbaho bo'lib ushlab tura olmayapti. Lekin Apple'da Pepe, Durov kepkasi boya aytib o'tgan olxo'r uzuvlarim juda ham qimmat turibdi haligacha. O'shalar yaqinda yanada qimmatlashadi. Men bunga aniq deb o'ylayman, lekin bu meni o'zimni shaxsiy fikrim. Shuni esdan chiqarmanglar. Yaqinda sovg'alar tugagandan keyin juda ham zo'r bo'ladi va ular bizani o'zimizni Telegram profillarimizga juda katta ta'sir qilishi kutilyapti bolalar. Mo'j ularning orqasidan dalishga qanaqadir steyk qo'yib qo'yib pul ishlashni ham qilib qo'yar Durov. Uni hech kim bilmaydi. Lekin podarkalarni hozir juda ham sotib olish kerak deb o'ylayman. O'zi qimmat emas. Mo'j 5 ming so'm, 10 ming so'm, 30 ming so'm, 40 ming so'm qancha pulinglar bo'lsa, o'shanga sotib olsanglar bo'ladi. Aka qatdan sotib olamiz. O'zingiz tavsiya bering, ishonchli joylarni men sotib olishni bilmayman desanglar, meni Telegram kanalimga kiringlar yoki gruppamiz NFT birja gruppamizga kirsanglar, men shu yerda bo'laman. Sizlarga qaytadan qanaqa sovg'a sotib olishni o'rgataman. Hamma savollarga javob beramiz. Bu yerda ham professional mana o'sha sovg'alarni tushunadigan bolalar bor. Sizlarga yordam berishadi. Hammamiz shu yerdamiz bolalar. Kimga yordam kerak bo'lsa, bemalol Telegramga o'tib olinglar. Endi podarkalarni davri keldi. Telegram podarkalari yangi Bitcoin.